Mana shu orqamizda bo'layotgan qurilish bu demak Toshkent shahrining Milliy bog' xiyoboni, ya'ni Milliy bog' deyishadi. Naryoqda Adiblar xiyoboni bor. Mana shu bog' hududida bir qismi o'rab olingan, xorijlik investorlarga berilgan ekan. Bilishimizcha demak Ozarbayjon davlatidan bo'lgan investorlar tomonidan demak o'rab olinib, daraxtlar kesib tashlangan holda qurilish qilinyapti. Shuni bilib olish kerak. Butun toshkentliklar, o'zbekistonliklar bilib olsin. Mana shu Milliy bog'da yo'q bo'lishiga qisman hissa qo'shayotgan, O'zbekiston tabiatini yomonlashga hissa qo'shayotganlar qatorida mana shu demak xorijlik investorlar ham bor. Eng qizig'i, bularning ortida juda katta qo'llovchilari bor shekilli. Ochiqchasiga shuncha daraxtni kesib tashlab, ruxsatsiz, ekologiya vazirligi ham, boshqarma ham ruxsat bermagan. Ruxsatsiz kesib tashlab, kamiga hududiga kirib buni qayd qilaman desa, videoga olaman desa kirgizmayapti. Qoyilmisiz? Hatto men o'zim ham mana ekologiya vazirining maslahatchisi sifatida haqqim bor bu hududlarni o'rganishga, undan tashqari jamoatchilik nazoratining subyekti sifatida, fuqaro sifatida haqqimiz bor. Qonun buzilishi bo'layotganda shu tabiatga zarar yetkazayotgan bo'lsa, uni borib ko'rishga. O'zlariga ishonch shunchalik yuqoriki, bizni O'zbekistonda ekologiya xodimlarini mensimaslik, qonunlarni oyoq osti qilish. Prezident farmoni talabi bor desa, ana beti bujmayapti. Umuman prezident farmoni talabini ham mensimaslik shunaqa darajada kuchli bo'lardi. O'sha kim buni ortida turgan bo'lsa ham bilib qo'yish kerakki, siz himoya qilayotgan, qo'llab-quvvatlayotgan odamlar O'zbekiston xalqiga, uni tabiatiga zarar yetkazyapti. O'zbekiston qonunlarini oyoq osti qilyapti. Prezident farmonini, talablarini oyoq osti qilyapti. Shuni bilib qo'yish kerak. Bunaqa investor kerakmi o'zi bizga? Nimaga hammaga bir bo'lgan talabga, ya'ni moratoriy, daraxt kesish talabiga bular rioya qilmaydi? Nimaga? Bular shoxi bormi? Ichki ishlarni chaqirib, prokuraturaga chiqib, zo'rg'a kirdik ichkariga. Unda ham kesib tashlangan daraxt 12 tasini aniqladik. 12 ta hozircha aniqlandi. Qimmatbaho daraxtlar kesib tashlangan. Endi har xil bahonalar qilishyapti, bu yoqni vaqt ko'rsatadi. Shuni ham, shu kesib tashlanganini ham videoga oldirmoqchi emas. Yo'q deydi. Fotoga olamiz, yo'q, mumkin emas. O'zlaridan mana shu yerda. Bu O'zbekiston xalqining yeri. O'zlaridan bir podsho yasab olgan, ana nima deydi? Vallomat. Bir tingalayotgani yo'q. Lekin mana shu yerda bular non topyapti. Tuz topyapti. Ikkita davlatda, ikkita xalq o'rtasidagi munosabatlarga bular putur yetkazishga hissa qo'shyapti. Ikkita davlat rahbarlari bordi, keldi qilyapti, lekin mamlakat investorlar O'zbekistonni mensimaydigan, qonunlarni mensimaydigan investorlar mana shunaqa ikkita tomonni mana shunaqa odamlarning o'rtasiga sovuqchilik solyapti. Masalan, men noroziman. O'zbekistonning fuqarosi sifatida, mana shu yerda ekologiya sohasining xodimi sifatida zararkunanda investor kelib O'zbekistonda qurilish qilishiga men qarshiman, noroziman. Huquq berilmagan bu odamlarga. O'zbekistonda qonuni bor, prezident farmoni bor. Hech kimga ruxsat berilmagan daraxt kesishga. Bularga kelganda o'sha qonunlar ishlashi kerak. O'zidan alohida mamlakat yasab olib, go'yokani hududni o'rab olib, bilganini qilishga hech kimga huquq berilmagan. Bunaqa tasavvurlar bilan yashash kerak emas. O'zbekistonni har bir qarish yerini hurmatini joyiga qo'yish, qonunini hurmatini joyiga qo'yish va tabiatiga zarar yetkazmaslik mana normal insonni, normal investorni qiladigan ishi. Shuning uchun o'rtoqlar bilib qo'yinglar, mana O'zbekistonning tabiatiga zarar yetkazayotganlar qatorida bular ham bor. Nomini bilmayman, lekin bilganim shuki, juda osmondan keldi. Menga ham qo'ng'iroq qilib chiqmagan odam qolmadi pashti. Ya'ni juda ko'pchilik chiqdi, himoyachi advokatlik qilishga, lekin yo'q. Unday bo'lish kerak emas. Mana shu milliy bog'da yo'q bo'lib borishida Toshkentning havosini yomonlashda bular ham hissa qo'shyapti. O'sha Toshkent shahar hokimiyatining vakillari bor edi. Daraxt kesar. Mana ularning safida bular ham bor. Qanday bular uni olib qo'ydi o'zi yerni, Xudo biladi. Mayli, u yog'ini o'zi javobini berar, lekin daraxt kesishga bularda ham haqqi yo'q edi. Hozir biz qo'ldan kelgancha hisob-kitobni qilyapmiz. Agar qarshilik bo'lmasa, bosim bo'lmasa, bularga maksimal chora ko'riladi bularga.